Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Valijon Abdullayev. Bugun muborak kun. To'g'risi Eid Qurbonning ikkinchi kuni. Hammamizga Eid Qurbon muborak bo'lsin. Ish kunimiz boshlanmoqda. Mana Xudo xolasa ishga ketyapmiz. Mana do'stlar, ishxonamizga ham ketyapmiz. To'yda ozgina yomg'ir yog'ib o'tmoqda. Ajoyib salqin, mazza kun bo'lyapti. Hozir issiqxonaga yetib bo'lgandan keyin Xudo xolasa qolgan videolarni olishni boshlaymiz. Issiqxonamizga ham yetib keldik Xudo xolasa. Endi inshaalloh birin-ketin videolarni qo'yib boshlaymiz. Bu yilgi ko'chatlarimiz kokosdan bo'ladi 100%, yangi kokosdan. Keyin mana 1 yillik ishlatilgan kokosni maxsus yuvilib, maxsus dezinfeksiya qilinib, keyin ko'chatga ham qilinadi, ishlatiladi Xudo xolasa. Yangi kaseta, yangi kokoslarimiz ham yetib keldi, ikkinchi partiyasi. Oldingi partiyalarni ishlatib bo'ldik. Kasetalarimiz haqida, kasetalarimiz mana chet ellik kasetasi 40 talik, 220 gram, 230 grammi bilmayman. Shunaqa atrofda chiqadi. 10 yon mana kalash deysizlarmi, bunaqa одноразовый stakanlarni bilan bir xil bo'ladi substrat. O'lchab ko'rdim, mana shu bilan to'liq tekis holatda bo'lar ekan. Bunda necha gram substrat tushsa, tomir necha kunlik bo'la olsa, bunda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bunda tomir 70 kunlik bo'la oladi. Shuning uchun bunda biz ham 70 kunlik qilamiz. Buni tanobdan qilingan ko'chat uchun ham, mini trey uchun ham ishlatamiz uni Xudo xolasa. Oldingi olganimizda buni $1 olingan edi. Shunaqa qattiq, maxsus kattagina joy. Bu kokosli strushka bu, kokopit. Shu bir donasi 15 kg bo'ladi. 15 kilo yozib qo'yilgan mana. 15 kilogram qayerda ko'rdim? Mana. Endi qurigan hisobda 13 kilo, 14 kilo bo'lishi mumkin. Bu perlitlarimiz mana. Perlitlar Erondagi. Buni natija yaxshi bo'ladi inshaalloh. Endi ko'chatlarimizda, stilajlarda, keyin yozgi qulpnoylarda, qishki qulpnoylar bor, ko'rsatib o'tib ketaman Xudo xolasa. Mana joyimiz koreyskiy Solxan F1. Bu yerdan ozgincha hosil olingan bahorda. Shuning uchun buni tanoblaridan ko'chat qilamiz. Mini trey emas, lekin 50-60 kun, даже 70 kunlik ham ko'chat bo'ladi Xudo xolasa bulardan. Bizda eski Solxan yo'q, hammasini yo'qotib yuborganmiz. Faqat shu F1 Koreyadan kelingani bor Xudo xolasa. Shulardan F2 bo'ladi inshaalloh. Buni mini treysi ham bor. Endi buni ozroq miqdorda. Bu kasetadagida ham 48 talik kasetada ham bo'ladi, keyin 40 talik kasetada ham bo'ladi. Ikkovining farqini ham bir rasmga qo'yib o'tib ketaman Xudo xolasa. Keyin F1 Solxan bilan eskiroq kelganiga misol 5-10 yil bo'lganda farqini ko'rsatib o'tib ketamiz. O'sha F1lar ekilgan cheka qatoriga. Endi bu tomoniga eskilardan kelgan. Shu F1larda farqi shu kasallikka chidamlik, immunitetni baquvvatligi uchun hasharotga shu tomonlari afzalligi bo'lar ekan. Shuni biz kuzatdik Xudo xolasa. Telefon raqamlarimni qoldiraman. Kimlardir telefon raqamimga tushunmayapti ekan Mobiusga. Shuning uchun bitta Beeline sim karta ham qo'shib qo'ydim. Ikki raqamga ham qo'yib qo'yaman. Asosiy Mobiusga telefon qilsanglar bo'ladi, ko'cha zakazga. Mabodo telefon raqamimga tushunmasanglar, shu Beeline'ga ham tushsanglar bo'ladi. Telefon qilib. Ikkinchi yilga qoldirilgan Albion Murano'larning holati. Bu Murano erta bahorda juda ko'p massa hosil berdi. Endi keyingi massasi sekin-sekin chiqyapti. Keyingi yillari mana yetib kelyapti. Bu keyingi yilga qoldirilgani uchun mana oralarda bitta-ikkita kamchiliklari bo'ladi. Yozda kleshga e'tiborliroq bo'lasiz. Trips bilan. Endi yangi ekilganlarni ham ko'ramiz. Kuzda ekilgan Albion
Men bu yil albionni ko'proq ekdim, sababi mevasi ancha yirik hosil berdi. Bular mana yangi gullari kelib chiqyapti. Ikkinchi gullar o'sha bular. Bahordagi bitta katta massa berdi, shundan keyingi gullar. Endi buni ham yozgina ham o'zining agrotexnikasi bor ekan. Misol koreyskiy bilan picha farq qilar ekan. Mana gullar kelib chiqyapti. Asosan klish bilan tripsiz eng katta dushmaningiz bo'lar ekan. Shunga e'tibor berib, xudo xolasa qarasangiz natija olishga imkoni bor ekan. Bo'lmasa sal adashsangiz klish bilan tripsiz ancha adabingiz berib qo'yar ekan. Endi biz ko'proq koreyskiyga moslashganimiz uchun bu tomonga sal kamroq harakat qilyapmiz. Hozir endi bu ikkita tandon issiqxonada qolgizamizda, bu eskilarni yulib tashlab, dezinfeksiya qilib koreyskiy ekamiz xudo xolasa. Ikkita tandon issiqxona-yu, keyin stilajimizda bu yozgilar qoladi xudo xolasa. Yozda shu chokoberi qiladiganlar, shu to'ylardan so'rab beryapti-ku, lekin asosan kafelarga juda kerak bo'lyapti qulpnoy. Hozir ham bularni narxi misol Toshkentlarda atbori 140 ming so'm, lekin bizda vodiyda 100 ming so'm, 90 ming so'm. Hozir mevalarni ham terilgan ko'rsatib o'tib ketaman xudo xolasa. Mini trey ko'chatxonamiz. Mana stakanlar ham qo'yilgan. Birinchi qatorlari bostirib bo'rilgan. Bu 40 talik kasetamiz buni. Stakan bilan holati bir xil, stakan bilan farqi og'anab ketmaydi. Mana bular shu 48 talikka qo'yib chiqishibdi. Og'anab ketmasligi uchun. O'zini qo'yadigan bo'lsa, suv berganingizda ham mana holat bo'lib, og'anab ketish xavfi ko'proqda buni. Bunda stabillik bo'ladi. Ish jarayoni tezlashadi xudo xolasa. Matishni ko'chatlarida tani toza xudo xolasa, hasharotlardan olingan. Barglar meni shapalog'im katta, menikidan ham katta turibdi. Shu yerda mini trey qiladiganlarimiz Kingsbury bilan koreyskiy Solhan. Solhan F2 bo'ladi bu yil xudo xolasa. Shunaqa ko'chatlarimiz. Endi bular ko'proq bunaqasiga ob'yomga yo'qroq. Imkon boricha shu 48 talik, 40 talik kasetalarda ko'chatlarimiz bo'ladi bu yil sotuvda. Albion, Murano kamroq bo'ladi. Albion bo'ladi, Murano kamroq, keyin Kingsbury bilan Solhan bo'ladi. Xudo xolasa nomerlarimizni qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishingiz mumkin. Stilajni ko'rsatib o'tamiz deb va'da berdik. Hozir stilaj tomonga yuramiz. Stilajlarimizga kirib kelyapmiz. Mana stilajlarimiz juda chiroyli holatda turibdi. Kivilarimiz ham hosil soldi bu yil. Albion terilgan holati. Koreyskiy qulpnoylarimiz ham bor hozir ham, lekin kamroq. Hozir terilmoqda. Koreyskiy Kingsbury hozir ham shirin. Solhan ham o'rtacha. Eslatib o'tamiz. Bugun mana Eid Qurbonning 2-kuni. Bugun hayit 3 kun bo'ladigan bo'lsa, Qurbon hayiti bilan tabriklasak bo'laveradi inshaalloh. Hammalarga muborak bo'lsin. Bu mana 7-iyun holatiga Kingsbury'lar bular. Buni ham agrotexnikasini to'g'ri qilsangiz, iyun oyining o'rtalarigacha ham hosil olsa bo'ladi bulardan. Tepada setkalari yo'qmi? Adashib ketdim. Salafonlar yo'q, setkaga tortganmiz. Salafonlarni olib tashlaganmiz. Shu iyunning boshigacha o'zi normal holat bo'ladi. Lekin shu joyi tekinasini to'g'ri qo'yaman deysiz, iyunning o'rtasigacha hosil olish imkoni bor bulardan. Tilojlar Albion hosillari
chiqib kelmoqda. O'rtada biz ichcha doriga adashib klish bilan tripscha hujum qilib qoldi. Vaqtida hozir to'xtatdik, lekin baribir natijasi bo'ladi. Ta'siri bo'ladi demoqchi. Yangi gullar kelib chiqaveradi. Mana shunaqa e'tibor bilan qarasangiz, xudo xolasa. Past qismi mana. Suyunu berib olgan уже. Buni olib tashlaymiz, yana keyingi yillar kelib chiqadi. Bu yerga asosan albion ekilgan, ikki qator ozgina murano ekkanmiz bu yerga. To'g'da muranomiz bor mana. Muranoning rangi shunaqa ochroq bo'ladi, mevasi. Pishsa shunaqa ham bo'ladi mana. Tripsni bilish imkonini bilsanglar kerak. Mana gulini telefoningiz ekranini o'chirgan holatda qoqsangiz, bitta ikkita bo'ladigan bo'lsa, uncha xavfli emas. Uje 4 ta 5 tadan keyin uje ancha trips bosib ketgan hisoblanadi. Tezda chora ko'rishga to'g'ri keladi. Bugungi qisqacha ma'lumotimiz shu. Tanijoyinlar sog' bo'lsin. Ko'chatlar kerak bo'lsa zakaz berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Tanijoyinlar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Yana bitta narsa qolib ketibdi. Bilasizlarmi, mana shu arabika kofesi Koreyada ichib tarjimonlik qilgan paytimda nimada bizda shunaqa yaxshi narsalar yo'q, yaxshi mahsulotlar yo'q deb o'ylardim. Dehqonchilikda ham, insoniyatlarda, madaniyatimizda ham har xil holatda endi misol Koreya ancha bizdan ustunlikka erishgan. Lekin hozir bunday ko'radigan bo'lsangiz, 50 yil oldingi Severniy Koreya bilan Janubiy Koreya bitta bo'lgan. Hozir ikkovini ajratib yuborgan. 50 yil ichida ikkovini xarakteri, tizimi, hamma narsasi o'zgargan, yashash sharoiti, insonlarning fikrlashi. Janubiy Koreyanikini hammasini ham yaxshi demayman, lekin aksariyat tomon yaxshi tomonga o'zgargan. Severniy Koreya ancha qoloq, odamlarni mentaliteti ham, fikrlashi ham ancha o'zgargan. Yangi avlodimizni ilmga yo'naltiradigan bo'lsak, xudo xolasa yomon bo'lmaydi. Bu narsani O'zbekistonda ham qilsa bo'lar ekan. Endi bu majoziy ma'noda gapiryapman-da. Endi misol mana dehqonchilik ilmini olib keldik mana. Karslarga o'xshab 15 ta, 10 ta, 20 ta odam ishlatyapmiz, Allohga shukr. Yaqinlarimizni ham ish bilan ta'minlay olyapmiz. Misol hamma narsa, misol o'rislarda действие, последствия deydi. Har bitta narsaga sabab bor. Avvalambor Allohdan so'rab boshlaymiz. Undan keyin sababini qilamiz, Xudo beradi-da. Shu aytmoqchi bo'lganim shu, Xudo xolasa o'zbek xalqimiz ham imkon boricha ilmga intilib, mana yangi qarorlar chiqyapti. Kecha kuni eshitib xursand bo'ldim. O'sha Markaziy Osiyo davlatlari ko'pchiligi logistika markazi ochilyapti dedi. Turktrekmi deb eshitdim. Agar shu narsalar ochilib qoladigan bo'lsa, eksport O'zbekiston ancha mehnatkash, ancha salohiyati yuqori, harakatchan. Koreyada ham ko'p ko'rardim bu narsani. O'zbeklarimiz misol boshqa xalqlar $1,500 ishlasa, o'zbek hech qachon $1,500 ishlamaydi. Do'stim misol $3,000 olayotgan bo'lsa, albatta u ham shu oylikka harakat qilib, boshqa ish topib, boshqa o'zgartiradi-da. Lekin aksariyat bolalarimiz Koreyada ham pul ishlab tezroq ketish maqsad. Kelib mashina oladi-da, uylanadi, yo bo'lsa uy soladi, shu bilan yana kira qilib yuribdi-da, ko'pchiligi aksariyat. Men bilgan bolalarning 90% shunaqa, lekin 5%, 10%lari nimadir olib kelgan Koreyadan. Misol kimdir oshxona ochdi, Basaking degan, misol mana Oybek aka degan bola. Kimdir mana Rustam Rahmonov issiqxona qurilishini olib keldi O'zbekistonga mana. Asakadan bola shu bola ham. Biz ham endi ozmi ko'pmi dehqonchilikda ozrog'ini o'rganib keldik mana. Shu aytmoqchi bo'lganim, imkon boricha ilmiga harakat qilib har bittasini oldinga harakat qilishimiz kerak inshaalloh. Hozir ma'lumotni internetdan ham topsangiz bo'ladi.
Misol yaqin joydan ham topsangiz bo'ladi, yo bo'lmasa tilam muammo bo'lmay qoldi. Masalan, misol internetda ko'p narsalarni imkoni bo'lib qoldi. Shuning uchun dangasalik qilmasdan imkon boricha harakat qilaylik. Lekin ilmi bilan qilishimiz kerak. Bo'lmasa yutkizish ko'proq bo'lib qoladi. Yana bir bor Qurbon hayiti muborak bo'lsin, tani jonlar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka.